Qozoq qizidan Qozog'iston hukumatiga murojaat. 29 mart China Eye to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, 18 yoshli qozoq qizi Sayagul Nurpo'lat Qozog'iston hukumatining diplomatik vositalar bilan Sharq Turkistonning G'uljidagi dadasi Nurpo'lat Saidning oilasi bilan jam bo'lishiga yordam qilishini murojaat qildi. 29 mart Sayagul Nurpo'lat muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning G'uljidagi dadasi Nurpo'lat Saidning o'zi bilan yonfonda ko'rishganda ko'z yoshi qilgan holda o'zining har vaqt Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilish xavfining bor ekanligini bildirganligini, undan keyin dadasi bilan hech qanday aloqa qilolmaganligini, dadasining atalmish tarbiyalash lageriga yoki turmaga qamalganligini, Qozog'iston hukumatining diplomatik vositalar bilan dadasining Qozog'istondagi oilasi bilan jam bo'lishiga yordam qilishini murojaat qildi. Qiz dadasi Nurpo'lat Saidning hech qanday siyosiy va hokimiyat ishlariga ko'ngil bilmaydigan bir dehqon ekanligini, dadining Xitoy tarafidan tutilishining sababi oilasining Qozog'istonga chiqib ketganligidan bo'lganligini, Qozog'istonga chiqib ketganlarning oilasidagilarning hammasi Xitoy JX idorasi tarafidan tarbiyalash lageriga yoki turmaga qamalganligini bildirdi. Rossiya Amerikaga qarshi harakatga o'tdi. 30 mart Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Moskva Angliya va ittifoqdoshlarining sobiq rus jasus Sergey Skripal voqeasiga norozilik bildirib, Rossiyaga yurgizgan jazolarga qarshi tunji konkret qadamini tashladi. Angliyaning 23 rus diplomatni chegaradan qo'g'lab chiqarish voqeasidan keyin Amerika va boshqa g'arb allarining Rossiyaga elib borgan jazolariga javoban bayonot bergan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov o'xshash pozitsiyada bo'lish prinsipiga asosan harakat qilamiz. O'xshash sondagi diplomatni chegaradan qo'g'lab chiqaramiz va Amerikaning Sankt-Petersburgdagi konsulxonasining xizmat qilishiga doir kelishimdan chekinib chiqamiz dedi. Sergey Lavrov yana g'arbning tashlagan qadamlariga o'xshash darajada javob qaytarish bilan qolmasdan texmo ko'p ishlarni qildiganliklarini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Moskvada turishliq bosh elchisi John Huntsmanning Rossiya tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilib, o'xshash usulda tashlanadigan qadamlar to'g'risida ma'lumot berilganligini bildirgan Lavrov, Amerika Qo'shma Shtatlari chegaradan qo'g'lab chiqargan rus diplomatlari bilan o'xshash sondagi amerikalik diplomatni chegaradan qo'g'lab chiqaradiganliklarini eskartdi. Ya'ni Rossiya 60 amerikalik diplomatni chegaradan qo'g'lab chiqaradi. Rossiya tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarining Moskvadagi elchixonasining 58 va Yekaterinburg konsulxonasining 2 xizmatchisi xohlanmagan kishilar deb e'lon qilingan. Bayonotda xohlanmagan kishilar deb e'lon qilingan amerikalik diplomatlarning 5-aprelgacha Rossiyadan chiqib ketishi kerakligi eskartildi. Rossiyaning Seattledagi konsulxonasining ta'qib etilishiga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlarining Sankt-Petersburg konsulxonasi ta'qib etildi ekan. Sergey Lavrov Rossiyaning o'xshash usulda inkas qaytarish siyosatining rus diplomatlarini chegaradan qo'g'lab chiqarishni qaror qilgan barliq davlatlarga ta'sir ko'rsatadiganligini eskartdi. Bu 150 dan ortiq g'arblik diplomat Rossiyadan qo'g'lab chiqarildi deganlik bo'ladi. Xitoyning Amerikaga tahdid bo'layotgan shirkatlari qaysi? 29 mart FT China to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerika Xitoy bilan bo'lgan savdo urushida zarba beradigan bir qancha Xitoy shirkatlarining ismligini oshkorladi. Xabarda Xitoy 2025-yilga borganda xalqarodagi ilg'or texnikalik ishlab chiqarishda oldingi o'rinni qo'lga keltirish planini o'ttirg'a chiqarib, xalqarodagi donglik ilg'or texnikalik ishlab chiqarish shirkatlarini setib olish o'yida bo'layotganligini, Amerika prezidenti Trump Xitoyning yuqorqi planini cheklash uchun Xitoyga bir qator savdo cheklamasi qo'yish bilan birga Xitoy kompartiyasining qo'llashiga erishgan bir qancha xususiy va davlat egiligidagi Xitoy shirkatlarini Amerikaga tahdid elib keladigan shirkatlar qatoriga kirgizganligini oshkorladi. Oqsaroyning bu vaqtda e'lon qilgan 200 betlik dokumentida Xitoyning xalqaro savdo sohasida odil raqobat prinsipiga amal qilmaydigan va Amerikaning manfaatiga tahdid deb qaralgan Media Group guruhi nomi bilan atalgan oila elektr saymonlari guruhi, Chem China ximiviy sanoat shirkati, Xitoy davlat egiligidagi temir yo'l guruhi shirkati, Comac va Xitoy olam bo'shliqi sanoat guruhi qatorliq bir qancha shirkatni xalqaro savdo sohasida cheklama qo'yilgan shirkatlar qatorida ekanligini oshkorlagan. Erdo'g'an Fransiya prezidenti Makronga qattiq norozilik bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye bilen Suriye demokratik güçleri arasında murassalashtiruvchi bo'lsak bo'ladi degan Fransiya prezidenti Makronga qattiq norozilik bildirdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Cumhur Reis ve Adalet ve Taraqqiyot partiyasi raisi Recep Tayyip Erdoğan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron'ning asosiy gavdasini bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK shakllantirayotgan Suriye demokratik kuchlarga vakillik qiladigan bir hay'at bilan uchrashganligi to'g'risida to'xtalib, burundan tartibla davlatlarda erkin faoliyat elib berayotgan terrorlik tashkiloti a'zolarini tunugun yana bir qatim yuqori darajada kutib olganlar buning Turkiyaga bo'lgan o'chmanlikni ifodalashdan boshqa ma'nosi yo'qligini bilib qilishi lozim. Fransiyaning bu pozitsiyasidan afsuslanayotimiz. Agar Turkiya bilan Suriye demokratik kuchlari orasida murassalashtiruvchi bo'lsak bo'ladi degan so'z to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, buni degan kishining haddidan va bo'yidan xilili eshib ketgan so'zdir. Turkiyaning qachondan beri terrorlik tashkilotlari bilan bir ustalga o'ltiradigan dardi bo'lib baqdi. Buni qayerdan chiqardinglar? Sizlar terrorlik tashkilotlari bilan ustalga o'ltira olishinglar mumkin. Ammo Turkiya terrorlik tashkilotiga qarshi ko'rishini Afrindikiga o'xshash qiladi. Bularning do'stlari, ya'ni YPG'ning rayonimizdagi qo'li eng qonliq, eng axloqsiz, eng pastkash, eng insonlik dushmani terrorchilar ekanligini ko'rdik. Bu pozitsiyadan keyin Fransiyaning hech bir terrorlik tashkilotidan, hech bir terrorchidan, hech bir terrorlik voqeasidan shikoyat qilish haqqi qolmadi. Terrorchilar bilan o'ltirib qopgan, hatto ularni saroylarda mehmon qilganlar sodir qilgan xatoliklarini hamon bir kuni to'nib yetadi. Bir terrorlik tashkiloti bilan Turkiya orasida murassalashtiruvchi bo'lishni eg'izga oladiganga sizlar kimsizlar deganlarini bildirdi. Kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşına en üst perdeden tepki gösterdi. Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı eğer bu şayet doğruysa bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyan. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle beraber masaya oturabilirsiniz. Bunların arkadaşları YPG'liler. Yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, en haysiyet yoksunu, en insanlık düşmanı teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Donald Trump pat yaqında Suriye'den chekindiganligini bildirdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Suriye haqida kutilmagan bayonot e'lon qildi. Donald Trump bir yig'in jarayonidagi so'zlagan nutqida pat yaqında Suriye'den chekindiganliklarini aytdi. Trump Amerika qismlarining Suriyadagi mavjudligining cho'ng sababi hisoblanadigan terrorlik tashkiloti Daeshning asosiy jihatini yo'qitilganligini chekinishga sabab ko'rsatdi. Donald Trump Suriyada 7 yildan buyon davomlashayotgan ichki to'qinish haqida bo'lsa, biz tashlab qo'yayli, boshqalari tegishlikini qilsin dedi. Donald Trump 2016 yildagi prezidentlik saylimi safarbarligi jarayonida Amerikaning O'rta Sharqqa bekorga pul buzayotganligini va O'rta Sharqdan chiqib ketishi kerakligini ilgari surgan edi. Amerika Davlat mudofaa ministrligining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda Suriyada 2000 ga yaqin Amerika askari mavjud. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining Suriyadan chekinish siyosatidan xabarim yo'q degan so'zlari Amerika ichki siyosatining yangi bir krizisga yuzlanganligining alomati bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Amerika Davlat mudofaa ministrligining Suriya krizisi uchun sizgan yo'l xaritasining prezident Donald Trumpning bu yangi bayonoti bilan faqat moslashmayotganligi hammaning diqqatini tortmoqda.